Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Eldingizdan chiqdikmi? Demak, siz uchun yana bir yangilikimiz bor. Xullas, 14-yanvar munosabati bilan 130 ming so'mdan sotilib turgan kurtkalarimizni narxini 98 ming so'mga tushirib berdik. Hurmatli obunachilar, o'zi 130 ming so'mdan bular yechim berilmaydi. Endi 98 dan aniq yechim berilmaydi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, kanalda bular razmerlari bo'ladi. Eldan 4XLgacha bo'ladi. Kimga qaysi razmer to'g'ri kelsa, yalpaq kelsa bo'ladi. Xullas, bularni biz zakaz qilib berdik. Zakaz qilganimizda salgina uxlattiradi desak ham bo'ladi, chunki bular monomerka ekan. 4XL ni bilasizlar, вообще katta bo'ladi, lekin hozir endi men 4XL yeyib ko'pman. 4XL menga bo'lib turibdi. Menga mendan sal iyroq odamga to'g'ri keladi. Shunday ekan, kimga to'g'ri kelsa, kelib kelsangiz bo'ladi. Keyin xolasizlar o'zingizni alsangizlar bo'ladi. Xolasizlar kalta modellarimizdan alsangizlar bo'ladi. Kalta modellarimizda 3XL razmerlar qoldi. 3XL demak 4XL ma bo'lib tursa 3XL mendan sal kichkina bo'ladi. Shunday ekan, shuna qarab kelaverasizlar. Hurmatli obunachilar, bular ichi mexli bo'ladi. Mana kelib ko'rsatib beringiz. Mana ichini ko'rib turibsizlar, mexli bo'ladi. Xudo xolasa azaytib kiyib yuraversa. Kapyushon ham bo'ladi, qo'llari manjetli bo'ladi. Hurmatli obunachilar, xullas, sizlar uchun arzonni chiqarishda xudo xolasa davom etamiz. Sizlar ham bizlarni qo'llab-quvvatlashda davom qilib tursangizlar, xudo xolasa yangiliklarimiz ko'p. Keyingi videolarda asta-asta ko'rsatib boraveramiz. Shundan keyin bizlarga obuna bo'lib qo'ying. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Iloji boricha bizlar ham fikrlaringizga javob berib o'tishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, savollaringiz bo'lsa ham kommentariyada yozib o'tinglar.